Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Siz yangi restoranni egasimisiz? Yo, men menejerman. Xo'sh, nima xizmat? Qisqasi men stol zakaz qilmoqchi edim. 9 ta odamga stol. Bo'ldi. Agarda 9 ta bo'lsa, bemalol kelishingiz mumkin. Zakaz qilib qo'ydim, brom qilib qo'ydim. Bo'ldi, katta rahmat sizga mayli. Barchaga salom bo'ladi. Mana ismim Kompot va mana video roligimga xush kelibsizlar. Obunachlar, bugun nima bo'lyapti deydiganlar bo'lsa, bugun bizning qishloqda yangi ajoyib qishloq ochilgan deyapman. Mana bu nima desam bo'ladi? Restoran ochilgan. Hozir bu restoranga boramiz-da. Ajoyib ovqatlarni tatib sizlarga obzor qilib beraman. Obunachilar juda ham zo'r, chunki anchadan beri restoran borganim yo'q va obunachilar sizlar deyarli restoranni ko'rmagansizlar mani video roliklarimda. Chunki men deyarli restoran haqida umuman video rolik chiqarmayman. O, qishloqlar kelinglarmi? Albatta, Kompot, davay. Ketdingmi? Tayyormisan, Kompot? Ha? Albatta tayyorman, davay bo'lmasa ketdik. Ochilib o'zi hammani yig'ilib turibdi ekan. Ha, ochilib turmasak bo'ldi. Birdaniga kirib ketamiz-ku, to'g'rimi? Ha, Kompot bo'lmasa ketdik. Ketdik, Kompot. Bo'ldi, davay. Hammalaringizga ketdik, davay. Hammalaringiz tayyor bo'lgan bo'lsanglar, men hozir mana shunday telefon qo'yib, mana shu yerdan chiqib, davay qani ketdik. Xo'sh. Hamma ochilibga turish kerak menimcha. Xo'sh, yaxshi, mana bu yerdan turib olamiz-da. Xo'sh. Anchadan beri kutib o'tiribmiz-da baro. Boki mana bu odamlar dachi biza bilan rasm tushib qishloqlarni kamdan-kam ko'rgan ekan ular. Shaharlik-ku, to'g'rimi? Ha, mayli. Qishloqlarni kamdan-kam ko'rgan ekanmiz, juda ham g'alati. Mani kunim bo'yi sizlar bilan ko'rish bilan o'tadi-yu. Mayli bo'lganda ham. Davay tezroq qachon bo'ladi? Tezroq kirsa ekanda bu ham. Ha, bo'ldi, sabr qil, qorning ochib ketdimi deyman-da. Albatta, va ertalab spetsial ovqat yemadim. Ana odam kirib ketib olibdi. Davay kir tezroq. Bo'ldi. Janob, men kiryapman. Xo'sh, siz nima uchun kiryapsiz? Короче, men zakaz qilib qo'ydim 9 ta o'rindiq. So'rab ko'ring-da bitta mana bu qishloqlar bilan. Xo'sh, hozir telefon qilib so'raydi. Xo'sh, tekshirib olyapti-da. Albatta bo'ldi. Siz stol zakaz qilgan ekansiz. To'xtang. Qishloqlar kirmaydi lekin, tushunyapsizmi? Tushunmadim, nimaga? Faqat bu yerda igroklar uchun, o'yinchilar uchun qishloqlar kirish mumkin emas. Nima uchun tushunmadim? Axir bu 10-qishloq. Qishloqlarning o'zi qurdi-ku. Ko'rmayapsizmi? Mana bu eshikni o'zi qizil bo'lib turibdi va bu degani qishloqlar kirmaydi degani. Yaxshilab eshikka qarang, rangi qanaqa ekan. Bo'lishi mumkin emas, axir bu nohaqlik-ku. Nimasi nohaqlik? Albatta nohaqlik. Nimaga bunaqa qishloqlar qurdi-ku bu narsani? Endi bizga farqi yo'q. Bizning bu kompaniyamiz shunaqa, bizning qonun qoidalarimiz ham shunaqa. Qishloqlar kiritilmaydi. Bu nima bo'ladi? Restoranimizga. Bu nohaqlik, nimadir qil, Kompot. Endi men bilmadim, endi kiriting iltimos. Yo'q, ko'rmayapsiz. Men sizga aytdim, mana bu eshikni rangi qizil. Ha, qizil. Bu degani kirmaydi qishloqlar. Eshikni rangi nima aloqasi bor? Короче, men xo'jayinim urishadi, kirmaylar deyilganda, tushunyapsizmi? Xo'p, mayli. Hech bo'lmaganda nima desam bo'ladi? Kiraylik iltimos. Yo'q. Kompot, bo'ldi, bu yerdan ketdik. Bo'lmas ekan. Mayli, boshinglardan qolsin boksalar restoranlaringiz. Qishloqlar nima qilamiz endi, ha? Вообще bizdan haydab yubordi-ku. Maza qilib narsalar yegib kelayotdi, boro. Nima desam bo'ladi, juda ham zo'r. To'xta. To'xtanglar, menga zo'r fikr keldi. Nima? Qanaqa yana fikr, tushunmadim, Kompot. Короче, biz ham xuddi shunaqa restoran quramiz, nima deysizlar? Juda ham ajoyib bularni kamchiliklarini biz kamchilikimizni yopib qilamiz. Rostmi? Ha, albatta rostdan, to'g'rimi? Menimcha juda ham ajoyib, to'g'rimi? Albatta, juda ham ajoyib. Agarda shunaqa restoran qilsak zo'r bo'lardi. Biza ko'pchilik 5 minutda qurib tashlaymiz bunaqa restoranlarni bilsa ekan, Kompot. Bo'ldi. Bo'lmasa, men hozir shunday restoranchiga kirib, bu yerda qanaqa kamchiliklar bor yoki nima zo'r ketmoqda, o'shalarni bilib kelaman, tushundinglarmi? Bo'ldi, kutamiz. Biz ungacha qurib turamiz restoranni. Bo'ladimi? Siz bizga xabar berib turasizlar. Xo'pmi? Bo'ldi. Sizlar resurslarni olib, shunaqa ishlar qilib turinglar. Men hozir shuni restoran olib borib kelaman, tushundinglarmi? Bo'ldi, Kompot, biz kutamiz seni, tushundingmi? Mayli. Xo'p, buni ishlamay ko'rishinglar mumkin. Bizda hozir qilyapmiz-da, restoranni hozir ko'rib, shunaqa restoran quramiz ham. Bo'ldi, restoran quramiz va mana bu mijozlarni o'zimizga olib olamiz. Ko'ramiz, qani keyin qishloqlarni kiritarmikan, kiritmaykanmi? Qishloqlar kuchini ko'rsatamiz. Davay, bo'ldi, kuchini ko'rsatamiz, davay, bo'pti qishloqlar. O'sha gap, sizlar anavi qilasizlar, tushundinglarmi? Bo'ldi. Sen bizga informatsiya berib tursa, biz esa quramiz, tushundingmi? Bo'ldi. Agarda mana shunday bo'ladigan bo'lsa, ajoyib bo'ldi. Bo'lmasa men ketdim, o'zim telefonimni olaman-da. Mana shunday qilaman-da. Telefon jam olaman, sababi video olishim kerak, to'g'rimi? Video olib va qishloqlarga telefon qilib, kamchiliklarini aytib turishim kerak. Xo'sh, yaxshi. Yana ochilib o'rib qolibdi-yu.
Hoppa нормально, давайте sizlar hozir ochiladi. Kutamiz edik, qani bir gap bo'lar bo'lmasa obunachilar. Hop, mana bu yerdan ko'ramiz. Bizlarning o'zimizning restoranimiz juda ham katta bo'ladi. Obunachilar. Bularnikidan ming marta ajoyib va juda ham zo'r bo'ladi. U ketibdi. Janob men kirmoqchi edim. Va qishloqlar siz keldingizmi? Albatta, ularsiz kirishga qaror qildim. Mana buni story va boshqacha bo'lib kirishingiz mumkin. Mayli, katta rahmat. Hoppa нормально. Qaranglar, ajoyibligini. Xo'sh, obunachim qaranglar, juda ham zo'rligini. Ajoyib. Janob, sizga nima xizmat, ha? Men короче ovqat kerak. Короче, mana shu yerga o'tirib olaman. Mana shu yerga ajoyib, menimcha yaxshi, нормально. Nima zakaz qilsam ekan? Nima zakaz qilasiz? Bilmasam, mayli, menga birorta qanaqadir ovqat olib keling, juda ham yaxshisidan, shirinidan, tushundingizmi? Hamma yeyapti-ku. Bo'ldi, ovqatlarni olib kelamiz. Sizga ajoyibidan olib kelishga harakat qilaman. Sizga yoqadi degan umiddaman. Xo'p, mayli. Xo'sh, mana qishloqlar. Qishloqlar, men kirib oldim. Mana bu yerga endi hozir barcha narsalarni video olib ko'rsatib chiqaman. Bo'ldi, kapot, davay biz kutamiz seni. Biz eshitib turibmiz va biz tayyor bo'lib turibmiz. Restoranni qurishimizga. Biz o'zi tayyor bo'lib, barcha narsalarni, resurslarni olib keldik. Ya'ni endi qurishni boshlaymiz. Bo'ldi. Xo'sh, yaxshilab qaraychi. Xo'p, nimani kamchiligi ekan? Xo'sh, nimadir menimcha yaxshi bo'lsa kerak. Hozir anovlardan so'rashim kerak edi. Ha, so'ra tezroq kamchiliklarni so'ra va pluslarni ham so'ra, tushundingmi? Bo'ldi. Xo'sh, yaxshi. Bo'lmasa xo'p, kimdan so'rasam ekan? Xo'sh. Mana bu yerdan o'tamiz. Xo'p, mana bu yerga kiramiz. Xo'p, salgina neto ekan bu yer, bilmadim, qanaqadir boshqacha ekan. Oy, janob, sizga yoqmoqdami bu yer, ha? Ajoyibmi? Bilasanmi nima? Menga yoqmayapti. Nimaga tushunmadim? Qara. Uka, mana qara, men baliq sasishini, baliqni sasishi umuman yoqmayapti. Mana qara, juda ham g'alati ekan bu yer. Rostdanmi? Xo'p, gilamlar yoqmas ekan, qanaqadir yana baliqlarni xudmi g'alati nimadirlar dedi. Xo'p, sizchi janob? O'sha mana bu sassiq baliqni hidi bilan keyin menga to'g'risini aytsam yashil ranglar va shunaqa ranglar yoqardi. Mana bu baliqmi? Bitta qilib ko'raychi, o'zi hamma shu baliqga aytib, sassiqligini, yangi, svejiy baliqlar olinglar, bunaqa sassiq eski baliqlar olib kelmanglar. Bo'ldi, kapot, barchasi tushunarli. Yana ko'proq ma'lumotlar top. Davay qishloqlar tayyor bo'lishimiz kerak, qurishimiz kerak. Davay tezroq qurishimiz kerak. Bularni yo'q qilib yuboramiz hali ko'ramiz. Tushundinglarmi? Mayli, davay boshladik. Davay boshladik. Barcha narsani qurish boshlaymiz, qara. Xo'sh, obunachilar, hop. Yana kimlardan so'rasam ekan, mana bu yerga o'tirib olsam ekan, to'xtanglar. Janob, sizga yoqmoqdami bu yer? Endi bilasanmi-ki, yoqmadi bu yer. Chunki shaharda ham shunaqa kafe bor, qishloqda ham shunaqa kafe. Hech qanaqa o'zgarish sezmadim. Qanaqadir o'zgacha bo'ladi deb o'ylagandim. Masalan, qanaqa kitayskimi? Ha, bo'ldi. Mana bu yerga o'tirib olaylik. Hozir ofitsiant yana nimalar qilib yuribsan demasin. Xo'p, albatta to'g'ri fikr aytdi. Haqiqatda, bu shaharnikiga o'xshab qolgan bu yer. Biz esa o'zgacha qilishimiz kerak. Janob, yaxshimisiz? Yaxshi. Mana janob, mana olishingiz mumkin. Yoqdimi? Yoqdi, bo'ldi. Sushi bo'lsa bo'ldi. Obunachilar, qaranglar, menga kitaysk haqiqatda sushi. Menga juda ham zo'r fikr keldi. Faqat men gurchi yomon ekan boru. Obunachilar, biz bundan ham zo'rroq qilishga harakat qilamiz. Bu yer umuman bo'lmas ekan. Qishloqlar, короче, Xitoy tema qilib anov qilaylik, tushundinglarmi? Xitoy tema nima edi? Mana u deydilarmi? Men yeb ko'raydi. Короче, boru Xitoy tema quraylar. Bo'ldi. Barcha narsalarni qurib o'zi qurishni boshladik. Xitoy tema deysan, nima deyapsan? Xitoy stylmi? Bo'ldi. O'zimiz chik babada qilamiz. Davay qishloqlar hammalari tayyor bo'linglar, davay qurishni boshladik. Davay, tezroq bo'laylik. Bularni dominate qilishimiz kerak. Xo'sh, yaxshi, ajoyib. Sizdan nechadir ming so'm bo'ldi. Nechadir ming so'm? Tekin emasmi? Nima bo'lyapti? Kapot. Yo'q, barchasi yaxshi. Bilasizmi nima? Bo'ldi, barchasi yaxshi va bo'ldi, yo'qoling bu yerdan. Mendan nechadir ming so'm dedi. Bo'pti. Xo'p. Ajoyibligini qaranglar bu yerni, вообще zo'rligini.
mana haqiqiy sushilar va haqiqiy anovlar turgan yer. Va kapot juda ham zo'r chiqibdi va bizlarning qo'limiz bilasanki juda ham go'l va ajoyib. Ha, juda ham zo'r chiqibdi bor va men vashshe tan berdim lekin sizlarga. Muqarrir oshpazlarni to'lka animatsiya qilyapti, juda ham ajoyib. Xo'p, ana endi xo'sh, juda ham zo'r qilibsizlar lekin. Ha, qarang ana bu sushilar va mana bu stollarni va yuqoriga ham chiqib ko'rchi. Xo'p, qani. Ajoyib gullar bilan yuqorilar kutib oldim va juda ham ajoyib mana bu yerga muzikalniy narsalar va bu yerda kamen bor. Vau, juda ham zo'r. Obunishlar sizlarga yoqdimi? Tez kommentariyada yozib qoldiringlar va hozir anovlarni chaqirib kelaman, reklama qilib kelaman. Tushundinglarmi? Bo'ldi. Sizlar tayyor turinglar. Xo'sh, xo'p, bu yerga kirib olamiz. Janob, meni sumkam qolib ketibdi. Mayli, kirishingiz mumkin. Xo'sh, yaxshi. Xo'y, qishloqlar, mana shaharliklar, короче, mana bu yerda juda ham ajoyib restoran ochilibdi. Bu juda ham xitoyskiy restoran, sushilar va juda ham zo'r Xitoy tayma bo'layotibdi. Kiringlar, davay. Mayli. Xo'sh, ana endi hozir kutamiz. Barchasini chaqirib keldim. Rostdanmi? Ko'payib ketsa kerak yoki kemaydi, nima deb o'ylaysan? Men ozgina qo'rqyapman. Voy, Bizga ikkita uchta sushilar kerak. Короче, juda ham zo'r sushilar bor deb eshitdim va juda ham zo'r hidli ekan bu yer. Aytgancha yaxshidan yoqadi menga. Davay, davay hammalaringiz kelinglar. Qishloq juda ham zo'r ketmoqda, juda ham zo'r bo'lmoqdami? Ha, savdo ham zo'r ketmoqda. Eng qizig'i ana restoranga hech kim qolmadimi? To'xtab turinglar-chi, mana bularni yuqoriga ham qaraydi. Xo'sh, muqarrirlar qishloqlar vash ko'payib ketganini. Ha, kapot gapirma, juda ham zo'r bo'lmoqda lekin. Ajoyib, mana bu cholg'u asboblarni ham cholib turinglar-da. Xo'sh, kapot, yana odamlar kiryapti bilsang agar. Ha, bilib turibman, hozir boraychi. Ye. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Endi biz ham kirib ko'raylikchi. Bu yer juda ham zo'rga o'xshabdi. Uzr, faqat bu yerda qishloqlar kirish mumkin. O'yinchilar kirish mumkin emas. Rostdanmi nima hazillashayapsizmi? O'yinchilar kirishga hozir tushunmadim. Siz bizani kiritmadingiz-ku, hazillashdim. Mayli, bemalol kirishingiz mumkin, lekin siz bizani kiritmaganingiz uchun juda ham xafa bo'ling. Ha, lekin o'zi qonun qoidalar va shunaqa siyosiy narsalar bormi? Bundan ko'ra bor, sizda resonansidan 1000 marta yaxshi. Qarang, juda ham zo'rligini bu yerning atmosfera chotki va sasigan balig'i yo'q har qalay. Mayli, obunishlar. Mana ko'rishingiz mumkin, sizlarga yoqdimi? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Har qalay mana bu kichkina oddiygina restorandan ko'ra bizni ajoyib restoran yoqdi degan umiddaman. Tez 0 dan 10 ballgacha tez baho berib qo'yinglar. Menga juda ham qiziq va sizlarning fikringizni to'g'rimi obunishlar? Mayli, nima ham derdim? Mayli obunishlar, bugun sizlar bilan men kompot bo'ldim. Xayr obunishlar, sog' salomat bo'linglar. Xayr.